Bugün özlem şuna işleyeyim. Büyük tatlı kanava. Setan bo'lib ketdi. Setan. Kichkina ko'ydimi endi? İçimiz pek kuyup ketmedi. İçimizde otlar ve çöp ne vakava. Onda hozir diqqat mavi 6 minutlik vlog hammanglarga aldirmay ovoz bermay shuni jiddiylashtirmanglar. Agar gaplarim to'to'tlab bo'lib qolsa to'g'ri tushunib turasizlar. Shuna qilib bu faoliyat nim faoliyat desanglar Dimsir markasining 6 yillik shalliq faoliyat ekan. Yangi mahsulotlar chiqib ekan-to'q. Shu yangi mahsulotlarni e'lon qilgach bizning hammamiz imshak taklif qildik. Bu faoliyatga kelib men nurg'un uzun bo'lgan do'stlarim bilan ko'rishib oldim. Ba'zan chaqda shuna faoliyatlarga bormiz, lekin ba'zi bir odamni bir xil siqilib qolmayman. Lekin bugungi faoliyatda shunchalik rahat bo'ldim, xuddi o'zimning faoliyatidek shunda bir xil xo'shal xo'ram yeyib turib shunda bir ko'ngillik bo'ldi. Uni ustiga meni maqtashlab bekcha qo'katiga yaqimingizlar. Nimandaq o'riqlab ketdingiz, yashayib ketibsiz, chiroyli qo'yib ketibsiz degan seri shunchalik xo'shib ketdim. Alning ko'zi allik degandek har bir yalak bosam shunda rasmlarga tushib olaylik. Sizni yaxshi ko'radiq Pari. Sizni bek yaxshi ko'ramiz, sizga cho'qinimiz desa o'zimni shunda bir xil boshqacha xo'shib ketman. Avliyolardek ezib ketman. Rahmat, shu xil izzatni, shu xil hurmatni bergan har bir xalqimga hammanglarga rahmat aytaman. Sizlarning shu har joylarda izzatli bo'lishinglarni, hurmatli bo'lishinglarni chin yuragimdan umid qilman ham tilayman. Albatta sizlarning shundaq hurmatimni qilganliginglar uchun bugungi men Pari bo'ladigan ko'p rahmat aytaman. Miyada qo'saqni tutamaydigan Pari mevichivini ko'rgan o'zini tutamaydi-da. Lekin bir muncha adam e'lonimdaq film tatib ekan to'q, andan keyin his qildim, voy, deb o'zimni sal tutib oldim. Mana ko'rmagan do'stlarimni ko'ribdiman, uchrashmagan do'stlarim bilan uchrashibdiman. Jiq vaqtlarda ekranlarda ko'rishatdik. Ekran bilan bir-birimizga madad beratdik. Yuz turani ko'rishgan vaqtlarimizda shunday hayajonlanib ketdik ekanmiz. Hamda mundaq chiqib aytganda balamush ekran chiqib vlog tatmoq ajoyib gap. Tez. Bulup mu şıpin çıqqandı yaqi. İşqib oğunda mansaqmı xata, solda mansaqmı xata. İşensanglar müş çaşlarımdan tatıp qusur tapqısıvan nurgun adamlarning. Amma çeçimni şu beşimga chaplab turib taray desem balla. Tarab bulanmadım. Men unda bir katta iditli xotin bo'lmagan ekan ancha-muncha bitaq barangchurung. To'g'ri tushunib turasizlar. Endi bular bilan ajab bir ko'rishib ketdingiz demang. Bular sab yaqin, biz yaqin o'timiz, yaxshi o'timiz. Amal va bir-birimizning go'zal yerlarini ko'rimiz, biroz bilan urushib baqqan emas. Endi u yerga borsak, bu yerga borsak, bir-birimizning g'aybatlarini qilib undaq o'tgandan xo'shal xo'ram, bir-birimizning go'zal yerini ko'rib o'tganga yetmaydi ekan. Aramızda bir adam boy bo'lib, birarsimizga pushqimiz tekkasimi, tang boy bo'ldi ekanmiz-ku. Shunga bir-birimizga madad beraylik, huzur izlaylik. Birsimiz bo'lsaqmi, ro'naq topaylik. Birsimiz ro'naq topsa, qolgan hammalarimiz tang ro'naq topadi ekanmiz. Shunga Dimsirning faoliyatiga kirdik, mana hammamiz alqi sadalarning ichida mana bir yerlarimda sho'xliqlarim bor. Chunki bugun men baxo'sh ketdim, qaranglar. Bu Dimsirning yangi mahsulotlari e'lon bo'ldi. Oldingi kuni men bir dangoda qoldim ham deyman. Dango to'g'riliq gapida ya. Dimsirning o'zining mahsulotlari bor. Dimsirni qurg'uvchi Gulmira do'stimning yo'ldishi Dimsir markasida tortlarni chiqardi. Shunga dango deb og'zimni chikatdi. Dangolarimi bak payzi, mahsulotlarimi bak yaxshi. Menga bir yagosini berganti, tish pastasini ishlatgandim. Haqiqatan yaxshi ekan. Endi yangi chiqqan mahsulotlar bo'lsa, suyan shunda yaxshi narsalar chiqibdi. Hammamiz keldik, bir-birimizni qo'lladik. Mana men Shernay do'stim kelib ikki tashdan aralab pichir gaplarimizni qavaldik. Sal qisilib qoldik. Adasan qan qiz bilan o'tiramsan, deb. Miyadimi ishqi beli bir paranchalik ko'rishaylik deyishdi. Qan qiz do'stim, Aygul do'stim bo'lsin, bular hammasi bak obdan Nariman do'stlarimi bor, marhabami bor. Hammamiz bir-birimizni ko'rib, aktiv energiyalarni to'liqladik. Yaxshi taraflarni ko'rdik. Qanday qilib pul topqili bo'ladi? Har qanday narsaning bahosini emas, qiymatini biladigan odamlar bilan mungdasanglar, haqiqatan kishilik insoniyatning qadr-qiymatini bilib yashab qoldi ekansan. Men xil go'danlashib qoldim, qaranglar. Faoliyat bek ko'ngillik bo'ldi. Faoliyatning mazmunlari qanday mush bo'lib, vakolatchilarning, hamkorlashuvchilarning qanday pul topganligi ikki gapning bir so'z bek pul tep ketdi deymiz. Haq qanday pul tep patadi, qanday badal to'layotdi, qanday tirishchalik ko'rsatadi deganlarga biz bundaq nazar sapaqsaq bo'g'dik. Nada undaq asayish bolalar. Mana yangi mahsulotlarni men bala xuluqlar pardan tatbil e'lon qilyapti. Shunda payz bo'ldi. Xon qizmi ko'ngildagidek gaplarni deb berdi. Mashkisning naqshini bek yaxshi ko'rmayman. Men seni yaxshi ko'raman degan naqshga yo'ldoshim bilan urushib qolganda shu naqshni aytbasi o'ngshilib qoldi ekansiz, juma maslik men deb qo'yaman naqshni. Baxo'shib ketdim. Noyat qaynam tashqaligida usul danslar deganni o'ynabdik, madad beribdik, go'zalligimizdan bir-birimizni shippinglarni tatib ketibdik. Qo'y, aday bek chiroyli xo'psan, siz bek chiroyli ko'rishaylik-ku. Tirishyapsan, ko'ryapmiz davatidi. Mana haqiqiy tirishib qolamushlar shu. Oq kiyim kiygan turnalar, oq kiyim kiygan jangchilar.
Muşular ravır tırışqanlıq üçün Dimsir bugünkü gün keladi. Texmi bək ronaq tepishini ümid qilaman. Dimsirning texmi bək bütün Şinjanğa emas, bütün dunyoga dangliq marka bo'lishini umid qilaman. Gulmira do'stimni to'qib qopqin bilan shunchalik o'riq. Shunda payiz naqshlarni aytib berdi. Mana ko'rdinglarmi? Makimo, umaq dunyoga dangliq, Şinjanğa dangliq, umaq pari. O'zimizdan maqtab ketdim. Bugun kayfiyatim bek yaxshi bo'lg'achqa, e'lon degim keldi, e'lon degim keldi. Yaxshi ko'rganlar oxirgacha ko'rib, bunga yaxshi ko'rmaganlar serb o'tkazayotganlar. Mijozimni tushundi deb o'ylayman, meni yaxshi ko'rdiganlar. Shunda bir ko'ngillik bir faoliyatlar bo'ldi. Mao tambir chag'an bolani bek qo'l qo'ydim. Ashu Amanisaxonning fukusideklar shunchalik bir sazandilarning hurmatini qilib shunday yaxshi chaldi ekan. Nariman do'stim o'zi tojik bo'lgan bilan uyg'urcha naqshlarni yig'itdi, shunchalik amdan etadi. Mana eng oxirda faoliyat tugdi. Rahmat. Tugdi, men bundoq ovoz